Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bu Nexia'miz yengil DTP bo'lgan. Mana shu yerda ham pajag'ida, belini ham ancha chiqarib qo'ydi. Hali yana ishi bor. Mana shu aytib kraska qilamiz. Mana yerda ham zanglar bor. O'zigina elegam ishlarimiz. Oldi ketdi. Bufurlarga ham ishlarimiz hali. Bo'yamiz. Arkalarimiz ham juda xunuk bo'lib ketgandi, chirib. Eshiklarimiz ham bor. Shundan yamaymiz. Mana bu ham bor ekan oldi kirlovlarimizda. Zazorlarni keltirib, xudo xolasa Honda yaltiratib tayyorlovkasini qilib berganini olamiz. Xudo xolasa inshaalloh bitgan holatini ham hali video obzorini qilamiz.